To'xta, shogird, nima qilyapsan? Profilni qotirib qo'yibman. Qaytgay. Yo'q. U xato ish qilyapsan. Qimirlab ketmaydi debman-da so'zini. Yo'q, bunaqa emas. Bu samarangizda baqa qotirmaydi birinchidan. Nimagaki, mana har bitta qotirgan podveslaringni o'zi yetadi. Mana ko'ryapsan, boshqa hech qayerga qotirmaganman samarangiz. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Kim qanaqa qiladi? Masalan, men bu yoqqa вообще samarangiz urmayman. Chunki ertaga gipsakardon urgan payt ertaga bunaqa o'ynab qoladi. Agar padlampa, padpravila topshirmoqchi bo'lsalaring, bu eng katta xatosi. Ikkinchidan, yana ko'pchilik mana buni orqasiga demperni lenta qo'ymas ekan. Mana V1 lenta deydi ko'pchilik. Mana направляющlarni orqasiga обязательно urish kerak. Uchinchi lifehack, mana bu stiklarni bir-birining ichiga kirgizish shart emas, chunki mana bunday pozitsiya turish kerak. To'rtinchi lifehack, ko'pchilik yana mana bu joyga krabni o'rniga mana bunday eskicha stilda qilib turib, ham mana uni o'zi do'nga yetadi mana. Kamigani samarangiz ham urishib qo'yadi. Bu ham eng katta xatolardan biri. O'z zavodskiy mana bunaqa krablar sotadi. Shu krablardan foydalansalaring, juda ham tekis chiroyli ishlaring chiqadi. Keyin yana mana bu joyga 3 metrlik profillar ishlatishadi. Masalan, xonaning uzunligi eni 360, 370, 380 bo'layotgan bo'lsa, biz stik qilmaymiz, splashni 4 metrlik profillardan ishlatamiz. 4 metrlik profil chiqqanini ko'pchiligi yo biladi, yo bilmaydi. Bu ham bir eslatma. Bu yoqdan chiqqan отходni keyin bu yoqqa urib yuboramiz. Shunda isrof bo'lmaydi, ham ishlaring tekis chiqadi. Shogird, ushlancha bir pravila bilan qo'yib ko'rsataylik. Bu bo'chasiga YouTube'da bitta aka bor, miqlab qo'yaverasizlar deydi. Salomat bo'lasizlar.